Barchaga salom. Bugun Els kitobining Intermediate Passage'dan 4-darsni birgalikda bajaramiz. Overreacting to a joke, demak hazilga ortiqcha reaksiya bildirish. More often than not, the person who habitually laughs longest and loudest when a joke is retold does not possess a particularly keen sense of humor. Demak, more often than not degani odatda deb tarjima qilasiz. Writing uchun ham foydalansa juda ham yaxshi so'z. Bir inson biror bir hazil qayta aytilgan paytda juda ham uzoq va baland kulsa, bu uning nozik hazil tuyg'usiga ega bo'lmaydi. So he may not admit it. He is vaguely aware of his deficiency and frequently goes to extremes to cover it up. Garchi u uni tan olmasa-da, u qisman uning kamchiligidan xabardor bo'ladi va odatda uni berkitish uchun ortiqcha harakatlar qiladi. Demak, bu yerda vaguely degani uncertain degani qisman, ozmoz deyiladi. Hozir mana bu yerdagi so'z definition bo'la oladi. Deficiency ga mana weakness, kamchilik. A mediocre joke is likely to get as big a rise out of him as a truly humorous one. Bir oddiygina hazil, uncha yaxshi bo'lmagan hazil ham haqiqiy bir asl hazildek unga judayam qattiq ta'sir qilishi mumkin, deyapti bunday turdagi odamlarga. Mediocre degani unchalik ham yaxshi bo'lmagan, oddiygina deb tarjima qila olamiz. Keldagi so'zimiz definition bo'la oladi. Psychological studies likewise show that people with a really keen sense of humor are not prone to much laughter. Demak, psixologlar shuni ko'rsatadiki, judayam nozik hazil hissi bo'lgan odamlar unchalik ko'p kulishga moyil bo'lmaydi. To be prone to degani moyil bo'lmoq, have a tendency ga to'g'ri keladi. O harfimizdagi so'z esa definition bo'ladi. Prone to ga. They are highly appreciative of humor, but they are also discriminating and they never overreact. Demak, ular judayam hazilni qadrlaydi, ammo ular shuningdek yaxshi va yomon hazilni farqiga ham boradi, farqlay oladi, discriminating qila oladi va ular hech qachon ortiqcha reaksiya ko'rsatishmaydi, deyapti. Xo'p, birinchi mashqni o'zingiz bajarasiz. Ikkinchi mashqni birgalikda bajaramiz. Unda boshladik. According to the writer, it is not necessarily true that, demak yozuvchining fikriga ko'ra bu mutlaqo to'g'ri bo'lmasin, deyapti. Nima mutlaqo to'g'ri bo'lmasin? Pastdagi biror bir so'zimiz. Mediocre jokes are only laughed at by people with no sense of humor. Demak, oddiy hazillarga faqatgina hazil hissi yaxshi bo'lmagan insonlar tomonidan kulinadi, deyapti. To'g'ri, hazil hissi unchalik yaxshi bo'lmagan insonlarga oddiy hazil ham juda ham yaxshi ta'sir qilishi mumkin. Bu tekstda aytib o'tib ketildi. Asli bu noto'g'ri desak ham bo'lar, chunki only turibdi, faqat shular tomonidan kulinadi deganligi, lekin bizda necessarily untrue bo'lishi kerak. Shuning uchun buni ola olmaymiz. Mutlaq xato bo'lishi kerak. Bu qisman bor tekstda. People with a keen sense of humor never overreact. Demak, yaxshi hazil hissi rivojlangan odamlar hech qachon ortiqcha reaksiya bildirmaydi. Bu to'g'ri. Bizga noto'g'risi kerak. Shuning uchun bini ola olmaymiz. A person who is aware of his weak sense of humor will always overreact. Demak, o'zining hazil hissini, zaifligini dan xabardor insonlar doim overreact
qiladi deyapti. Bu qisman to'g'ri. Frequently ba'zi hollarda judayam ortiqcha reaksiya bildiradi deyilgan. Always demagan tekstda, lekin bu mutlaq xato ham, mutlaq to'g'ri ham emas. Shuning uchun buni ham ola olmaymiz. Bizga necessarily untrue kerak. Some jokes are better than others. Ba'zi hazillar boshqalariga qaraganda yaxshiroq. Bu ham qisman tekstda berib o'tib ketildi. Masalan, oddiy hazillar, chinakam, asl hazillar deb aytib o'tib ketildi. The longer a person laughs, the keener his sense of humor. Qancha odam ko'p kulsa, shuncha hazilga bo'lgan hissi yaxshiroq bo'ladi deb aytilyapti. Aksincha, hazil hissi yaxshi rivojlangan odamlar unchalik ham kulmaydi, unchalik ham overreact qilmaydi. Qancha ko'p kulsa, shuncha uning hazilga bo'lgan hissi yaxshi rivojlanmagan bo'ladi deb aytildi. Shuning uchun to'g'ri javob I bo'ladi. Xo'p, those with a really keen sense of humor, demak, hazil hissiga judayam yaxshi sensi bo'lgan odamlar never show it through laughter. Demak, uni hech qachon kulgu bilan ko'rsatmaydi deyapti. Bu noto'g'ri. Ular kulishadi, lekin u darajada overreact qilishmaydi. Never borligi uchun xato. Tell mediocre jokes to make other people overreact. Ular hazil aytishi haqida gap berilmadi. Don't not given. Shuning uchun don't appreciate the company of those with a poor sense of humor. Demak, hazil hissi yaxshi bo'lmagan insonlar bilan kompaniya qilishni xohlamaydi. Ular bilan do'st bo'lishni xohlamaydi. Birga bo'lishni xohlamaydi deb aytilmadi. Not given. Are able to distinguish between good and bad jokes. Yaxshi va yomon hazillarni demak farqiga bora oladi, discriminating qila oladi deb tekstda aytildi. D javobimiz to'g'ri. We laugh for a long time at a truly humorous joke. Haqiqiy hazilga uzoq vaqt kulishadi. Aksincha, ular juda ham kuchli hazilga ham, oddiy hazilga ham u darajada overreact qilmaydi. Chinakam hazilni tushunadigan odamlar. Shuning uchun I javobimiz noto'g'ri. The writer believes that by overreacting to a joke, demak, yozuvchi shunga ishonadiki, biror bir hazilga nihoyatda ko'p reaksiya bildirish, some people are trying to hide the shortcomings in their sense of humor. Ba'zi odamlar o'zlarini hazilga bo'lgan deficiencyni, kamchiligini yashirishga harakat qiladi deyilyapti. Bu javobimiz to'g'ri, chunki bu tekstda berib o'tib ketildi. Mana o'zlarini kamchiliklaridan xabardor bo'lishadi va ekstrem harakatlar qilishadi uni bekitish uchun deb aytib o'tib ketildi. You spoil B. You make the person who told it feel inadequate in some way. Biror bir hazilga judayam ortiqcha reaksiya orqali siz uni biror bir insonni xo'p, demak, judayam bir hazilga ortiqcha reaksiya orqali B'ni o'qiyapmiz. B'ni o'qiyapmiz. Hazil aytgan insonni siz o'zini noqulay his qilishiga majbur qilib qo'yasiz. Juda ham qattiq kulib borsangiz deb aytyapti. You